Endi osmon toshlari bilan tanishamiz. Osmon toshlarining har bir qismi 5 raqamiga teng bo'ladi. Tasavvur qilishingizga yordamlashaman. Bu 5000 so'mlik pul deb olaylik. Pastdagilar esa 1000 so'mlik pullar. Shu qaysi bir bulutga teksa sanaymiz deb kelishib olgan edik. Bitta 5 ni pastga o'tkazamiz. 5 ni o'zi bor xolos qo'limizda. Endi esa buni ham qo'shib qo'ydik. Necha bo'ladi? 5 va 1 ya'ni 6. 5 va 2 ya'ni bitta 5000 so'mlik, ikkita 1000 so'mlik pulimiz bor. 7000. Mana bu holatda 8, bu holatda esa 9. Agar bizda 9000 so'm, 4000 so'mlik va bitta 5000 so'mlik pulimiz bor bo'lsa, kimgadir 6000 so'm berishimiz kerak bo'lsa, 5000 so'mlik va bitta 1000 so'mlikni berib yuboramiz, bizda 3000 so'm qoladi. Qolgan ustunlarda ham shakl xuddi shunday bo'ladi. Faqat kelishib olganimizdek, 10lik, 100lik, 1000lik. Ya'ni qanday? Mana bu 5, bunun yonida hech narsa yo'q, ya'ni 0. Demak, bu 50lik. Mana bunday holatda 6, ya'ni 5 va 1, 6, yonida hech narsa yo'q, ya'ni 0. Bunda 6 va 0, 60. Bu holatda esa 7 va 0, 70. Bu holatda 8 va 0, 80. Bu holatda esa 9 va 0, 90. Qo'limga e'tibor bering. Bu holatda men 5 ni ayiraman. Mana shunday. 6 ni ham, 10 ni ham ayirib qo'yaman. Chap qo'lda ayirishimga asosiy sabab 10liklar va 100liklarni chap qo'lda ishlatamiz, o'ng qo'lda esa birliklarni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bu qoidani yaxshilab yodlab olganingizdan keyin keyinchalik tasavvurda hisoblashingiz uchun ham, bolalarga o'rgatishingiz uchun ham bu juda ham qulay usul ekanligini bilib olasiz.